Esselamu Aleyküm aziz vatandaşlar. Dünya Uyghur Kurultayı 15 iyun gününe Xalqaro Uyghur Ana Til Kuni qilib bekitilgan yillardan buyon her yili bu günni muajirat xalqimiz bilan birga o'xshash bo'lmagan shaklda qutlab kelgan edik. Afsuski, dunyoga tarqalib yüz minglagan insonlarning hayotiga zomin bo'lgan Xitoy vabosi tufayli maktablar taqoq, o'quvchilarimiz uylariga qamalib qolganlik sebebinden bu yıl ana tilimizge ait faaliyetlerini ötküzüp Xalqaro Uyghur Ana Til Kunini dağdığılık hatırlaş imkaniyetimiz bulmadı. Ama bu hatır gününü hergiz unutmayımız. Hem de yıldan yılga yaxşı ötküzüşke davamlı tirişimiz ve bu bizden bir milli mecburiyetimiz. Xitoy hakimiyetinin Şarkı Türkistan'da etip beriyotgan assimilyatsiya siyasetining baş sahifasida Uyg'urlarning ana tilini yo'qotish tunji muhim kun tartib bo'lib ijro qilib kelmoqda. Uyg'ur ana tili 2012 yildan buyon vatanimizda asosiy ma'rif soyasidan siqib chiqarilishga boshlab, bugungi kunga kelganda iste'moldan qolgan bir til holiga tushib qoldi. Xitoy mustabidlari Uyg'ur millati ustidan yurgizayotgan etnik qirg'inchilikni to'liq g'alabaga erishtirish uchun ishni oldi bilan bu millatning tilini, dinini, medeniyetini yo'qotishdan başladı. Şunisi hammaga ayonki, tilden, dinidan, medeniyetidan ayrılgan butkul inson huquqidan tamamen mahrum qilingan mustamlik bir millatning o'z mavjudligini saqlab qolishi, qaytadan qad ko'tarishi va oxirida o'zining azod vatanini qurishi intayin qiyin bo'ladi. Vatanli xalqimiz bu imkoniyatlardan mahrum bo'layotgan ekan, biz muhojiratdagi Uyg'urlarning zimmasiga o'z kimligimizga texmi sadoqat bildirish, bo'lib oldi bilan Uyg'urlarni asrlardan buyon millat sifatida yetishtirib kelgan ona tilimizga sodiq bo'lish va uni qo'g'dash vazifasi tushidi. Shunga imkoniyatimiz yor bergan doirada har yili Xalqaro Uyg'ur Ana Til Kunini xotirlashimiz va bu xotirlash faoliyatlarini toki mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti dunyoga kelgan qadar davomlashtirishimiz bir milliy mecburiyetimiz. Bunu mushu şekilde his qilishimiz kerak. Bu yıl Xalqaro Uyg'ur Ana Til Kunini xotirlayolmagan bo'lsakmi, bu kun munosabati bilan hammalarning Uyg'ur Ana Til Kuniga muborak bo'lsin deyman. Ana Til kunimizni qalbimizda, dilimizda va ailemizde tebriklashga chaqiraman. Kelajakda mushu til bilan qurilgan Uyg'urning hür davlatiga bütün vatandaşlarımızın ümit bilen qarashini tavsiya qilaman. Uyg'ur va Uyg'ur tili yo'qolmasin, yo'qolmasdir. Uyg'ur ana tili mangu qalbimizda va kundalik hayotimizda yashaydi.